Shunday orqaga qarasangiz, hamma eshiklar yopilgandek tuyuladi-da sizga. Imkoniyatlar umuman qolmagandek tuyuladi. Bo'ldi, umringiz o'tdi, yoshingiz o'tib ketdi. O'sha 27-28 ga chiqdingiz. Lekin haligi nima deydi, shuncha imkoniyatlardan foydalana olmadingiz, orqadagi imkoniyatlardan-da. O'zi vaqt o'tgandagi shunaqa bo'ladi-da. Odam shuni orqaga qarasa, qayerda xato qilgan, qaysi chuqurga tushgan, yalni 100% ko'rinadi-da o'ziga. Bitta oshnam bor. Oshnam ham xuddi shunaqa 28 yosh, 27-28 yosh. Hamma xato ham qiladi, misol uchun imkoniyatdan foydalanmaydi. Kerakli paytda o'zimiz ham. Endi unda ham xuddi shunaqa voqea bo'ldi-da. U ham o'qidi, 3 yil kollejda o'qidi, 4 yil institutda o'qidi. O'sha o'zidan o'sha o'qish davrida yetarlicha foydalana olmadi. Keyin nima qildi? Kech bo'ldimi? Yo'q, kech bo'lmadi. O'shanda ham taslim bo'lgani yo'qda. O'qishni bitirgandan keyin ham aynan uylanadigan paytda, uydagilarga pul olib keladigan paytda nima qildi? Shu uydagilar bilan kelishib, oilaviy aka-ukalari bilan kelishib, bitta joyga shogird bo'lib tushdi, ya'ni arxitektura sohasiga. Uydagilar ham 1 yil senga tegmaymiz, mayli yeb ichishingni, yo'l kira, pul kira hammasini biz ko'taramiz. Faqat 1 yil yana qattiq harakat qil deb zo'r sharoit bo'ldi 1 yil. Bir joydan chiqmasdan 1 yil tayyorlandi. Misol uchun pul topmadi to'g'ri, lekin yeb ichishini, yo'l kirasini, yotoq joylarini hammasini uydagilari, akalari ko'tarib berdi. 1 yil, 1,5 yil deganda o'sha bola zo'r arxitektor bo'lib yetishdi-da. Hozir yo'q deganda 6 million, 7 million pul topadi kamiga, kamida oyiga. Aytmoqchimanki, 30 yoshga chiqsangiz ham kech bo'lmadi-da. Odam yo'l qidirsa chiqaradi. O'sha bilan birgalikda yaqinlar ham yonida turib, poddeshi qilib bersa, yana ham zo'r natijalar bo'lsa kerak deb o'ylayman-da.